xeyirlik bo'lsin. Oldi bilan barliq mehribon jafokesh onalarning bugungi bayramini tabriklayman. Bugungi hikoyamiz xil qo'rqinchliq, yurga eng cho'ng qo'rqmaydigan do'stingizni aytdi qilib anglashni boshlang. Tunugungi hikoyani anglab bir qiz shu Shinjongda o'qiyotgan vaqtdagi qo'rqinchli kechirmishlarini qoldirib qo'yibdi. Bugun sizlarga shuni so'zlab beray. Bu qiz va do'stlari Yukoni boshqa maktabda o'qib, rasmiy kasbga tushgandan boshlab Shinjong dashuga bo'linib, yotoqqa o'rinlashgan tunji kuni bir yotoqdagi 8 qizning hammasini qarab esib chiqibdi. Ba'zilar cho'chib uyg'onibdi, yana ba'zilar vaqirab, jaqirab uyg'onib ketibdi. Bir qizning deyishicha, uxlayotgan vaqtda qop-qora bir qo'l paydo bo'lib, belikidan tortibdi. Bir qiz o'zligidan ko'tarilib ketayotganligini his qilib, ko'zini ochgan vaqtda jaloqida qilib yana joyiga tushib ketibdi. Yana bir qiz putini tam taraf qilib yotarkan, uxlayotgan vaqtida tuyuqsiz ko'zi ichilib ketib, tomda qora rangli piqirayotgan qor o'nkir paydo bo'lib, putidan ichiga tortishga boshlabdi. Uyg'onib ketgan bu qizlar chiroq yondirib qo'yib, qanday qor besib qolganligi to'g'risida paranglashib birdam o'ltirgandan keyin andin uxlabdi. Bu qizlarning yotoq binosining o'rni tunugungi hikoyada so'zlagan Xonxo ko'liga eng yaqinga. Oradan bir necha kun tinish o'tibdi. Hikoyani so'zlab bergan bu qiz ostonqi karvatda yotgan to'q, karvatning hamma tarafini parda tortib o'rib etganga. Bir kuni yarim kechida yotoqdagi qizlarning hammasi uxlab bo'lgan vaqtda bu to'rdishimizning uyqusi kelmay xiyol qilib yotsa, mushu udul ustunki karvatda yotadigan do'sti tuyuqsizlam karvatdan sakrab tushyapti-da. Hali sho'tiq dastlab tushmabdi, balkim cho'chib ketganlikdan karvatdan sakrablam tushibdi. Do'stining turqidan baqo'qib ketganligi chiqib turdi-ka. Bu to'rdosh u qizdan nima bo'lganligini so'rasa, do'stining aytishicha, har kuni yarim kechadan tuyuqsiz uyg'onib ketib, karvatining yanida oppoq kiyim kiygan uzun qarchashliq, chiroyi qo'rqinchli bir ayolning o'ziga qarab turganligini ko'rib qoldi. Ba'zi vaqtda u ayol bilan ko'zlari uchrashib qolib, ketib qoldi. U kunimi yana uyg'onib ketib, u ayolni ko'rib qilib, asta o'rilib tom tarafga qarab yetib olsa, heliq ayol bir qo'lida u qizning mo'risidan tutib olib, yana bir qo'lda golni shundoq qattiq bo'g'ibdi. U qizmi xil uzun qiynalib, jon talashgandan keyin badanni midirilib olgan hamon karvatdan sakrab tushib olgan. U yotoqdagi ko'pinchalik g'alati ishlar shu to'rdishimizning beshiga kelibdi. Bir kuni kechda amdi ko'zi uyquga boray deganda birsi bir tas suvni ko'tarib kelib, yotoqning o'ttirsiga qo'yib, kechi chaloqshitib yuzini yuvib chiqibdi. U to'rdishimiz u vaqtda bek charchab ketganlikdan beshini ko'tarib qarab boqmoqchi bo'pti-yu, qat'iy xo'sh yoqmaydiganini uxlab beribdi. Meni qor besib qoldi deb o'ylabdi-da bu ishni. Yana bir necha kun o'tgandan keyin yarim kechida yana biraylan mush qizning besh tarafga kelib o'ltirib olib, kechi bir kitobni shart qilib varaqlab, birdan to'xtab, xuddi bir narsalarni o'qiyotgandek ichida pichir qilib ovoz chiqaribdi. Bu qiz yana beshni ko'tarib qarab boqmoqchi bo'pti-yu, lekin u vaqtdagi u uyquning kelganiga qat'iy ko'zini ocholmabdi, beshni ko'tarishni xo'sh yoqmabdi. Atisi qo'pib bu ishni butun yotoqdagi qizlardan so'rab chiqibdi, lekin buni hech kim bilmaydi. Normalda hamda hech kim yarim kechida chiroq yondirmay qorong'ida o'tirib kitob o'qimaydi-ku. Bu ahvol har kundagidek yuz beribdi. Yana bir kuni yotoqda hech kim yo'q. Bu qiz o'z yolg'iz shuncha charchab ketganlikdan o'rniga kelib yetib, tatliq uyqusi kelib, ko'zi uyquga boray deganda zol tuyuqsiz shunchalik varang-jurang bo'lib ketibdi. Qizlarning, o'g'illarning cho'qon suran silishgan ovozlari. Bu to'rdosh shu vaqtda ochiq kelib sirtqa chiqib, varang-jurang qilmanglar-chu deb qo'ymoqchi bo'pti-yu, beshini ko'tarolmabdi. Dal shu paytda eshik ichilib, nurg'un qiz-yigitlar kirib, doqqa-dumboq deganni chelib, naqshlarni aytib, usul deganni o'ynab, yotoqdan chong chiqarib o'tibdi. Bu to'rdosh qiynalib, yo beshini ko'tarolmaydi-ka, yo midirlayolmaydi-ka. Shundoq qilib, bek tasti ko'zini ichishig'ilam, yotoq tim-tas bo'lib ketibdi. Xuddi shundoq varang-jurang bir televizorni yo'qon besiblam o'chirib etgandek, heliq varang-jurang ovozlarning hammasi biroqla tim-tas yo'qolib ketibdi. Bir shanba-shanbada shu yotoqdagi qizlarning hammasi degidek, ba'zilari o'zining uyiga, yana ba'zilari tuqqanlarining uyiga qaytib ketib, bu to'rdishimiz yotoqda o'zi yolg'iz qolib. Shu kuni boshqa bir maktabda o'qiydigan bir do'sti bu qizni yo'qlab kelib, u kuni kechda bularning yotoqida qo'nib qolmoqchi bo'pti-da. U kuni kechda bu to'rdosh shu udul ustunki karvatda yotadigan do'stining o'rnida yotmoqchi bo'pti. Yo'qlab kelgan do'sti bo'lsa, mush qizning karvatida yotadigan bo'lib uxlabdi. Әтіс әтігенде бұл тордаш ойғынып қарса, еліқі досты тегеч қопмыған, пәскі түшіп, ойғатмақчы болып, пәрдіні шындалы қайрып қарса, о досты йотқанны бешіғі пүркеп, түстіреп ятқан ке.
Do'stning aytishicha, yarim kechada birisi beshiga kelib olib, kecha pichirlab kitob o'qib chiqibdi. Mushu gapni anglagandan keyin, andin bu to'rdishimiz necha vaqtdan beri o'zining anglaganlari hargizmi oddiy qor besish emasligini, mushu yotoqda bir masala borligini andin his qilibdi. Әтісі дәмелеш келген күні кечіде. Bu yataqdaki qizlarning ba'zilari uxlab, ba'zilari әті o'qimagandikin deb telefon o'ynab degandek, yerim kecha yerlik vaqt bir ishkilar bo'lganda bir qiz suvxonaga chiqib, chechini yuvib qaytib kiribdi. Bularninki bu yataqning taloq qaraydigan derazasiga bir qaraydigan aynak chaplaqlikka. U qiz shu aynakka qarab chechini quritib yetib, "Voy tova" degenicha telefonni o'chirib yetib, jimjit turib qolibdi. Bu torda shu vaqtda uxlamay telefon o'ynab yotganka, u do'stining u gapini anglab, karavotning pardasini qayirib, "Nim bo'ldi?" deb so'rabdi. Beliqi do'sti derazadan sirtqa qaravotqach, "Miyakilar udul qara" debdi. Uduldagi o'qitish binosining o'ttir qavatidagi bir sinfning chiroqlari yo'q-yo'q. Sinfda o'quvchilar to'p-to'liq o'tirganka, jontayda bir o'qituvchi qo'lda kitob tutib turganka. Yerim kecha u vaqtda hech kim sinfga chiqib dars o'qimaydi-ku. Bu ikkalan hayron bo'lib toza sapchilib qarab, u butun sinfdagi o'quvchilarning va o'qituvchining bular qarab turgan jarayonda ozroqmi midirlab qo'ymaganligini ko'rib texmi hayron qolibdi. Hammaylar o'zining o'ltirish holati bo'yicha o'qituvchisimi kitob tutib udul qarab turgan petim midir-sidir qilmay qaytib qolgan. Bu ikkisi tova deyishib bu ahvolni xil uzun kuzatgandan keyin do'sti, biz aytib bu gapni yotoqdagi boshqa qizlarga deb bersak cho'qim ishonmaydi, rasmga tortib olayli debdi. Do'stining yenda shu zamonlarda moda bo'lgan Nokia Wusanlikning telefon bakka iliq serilgan. U telefonning rasm tortish iqtidori xil yaxshi bo'lg'achqa, xil suzuq qilib bir necha parcha rasm tortibdi. Әтісі yataqdaki qizlarning hammasi uyg'onganda bu ikkalan oqshom yerim kechida ko'rganlarini deb bergach, do'sti, ishonmasanglar mana deblam telefonni chiqarib olsa, telefon qor ekran holatdan qat'iy ichilmabdi. To'ki qambaga o'xshaydi deb xil uzun to'ki yetib qo'yib, ondan ostimi ichilmay, telefon remot qilgan yerga olib tekshirsa, telefoning kuyib ketibdi deb zapchasini almashtirgandan keyin bu telefonni yana bir qitim ochgan vaqtda ichidagi narsalar pak-pak jo'yilib ketibdi. Arlıqda bu yataqda müştaq qo'qinish g'alati ishlar bo'lavergandikin, yataqdagi qizlar biz yotmaymiz deb birdan ikkidan sirtdan uy ijoraylab yoki tuqqanlarning uyi ketib degandek, bu yataqda mushu to'rdash yolg'iz qolibdi. Bu to'rdash kichikidan bunday ahvollarga bek ko'p yo'liqqashqa, shuncha nurg'un ishlar yuz berib ketgan bo'lsa-mu, bek qo'rqib ketmay davomli yolg'iz turaveribdi. Bu to'rdash kichikidan boshlab oshta ishlarni bek to'la anglab ko'rib qolganda, masalan bir jiroq tuqqini tugab ketgan bo'lsa, bu to'rdash ota-onasiga ayishib shu o'lim bo'lgan uyga berib yotgan vaqtda yerim kechida heliqi o'lib ketguchining ruhi bu qizning beshiga kelib o'tirib olib, "Paloniga pustan gapni deb qo'ying, paloni mundoq qilsin" deb bir muncha ishlarni jeklayotganda, bu qiz u vaqtlarda bek kichik bo'lg'achqa, nima ish yuz berganligini bilmay qolgan, atsi tugab ketguchining chiroyini ko'rib, andin oldingi kun kechda yeniga kelib olib o'ziga bir mo'jiza qilgan odamning kim ekanligini bilalaydi. Shunga bunday ishlarga bek to'l yo'liqib ketgan bo'lg'achqa, endi bu yotoqda yuz bergan ishlardan bekmi qo'rqib ketmay, o'zi yolg'iz qolib yotoqda. Shu bir kuni kechda endi o'zi yolg'iz bo'lgandikin, yotoqning ichidan ilib yetib qolibdi. Qattiq uxlab olsa, yerim kech bo'lganda, uduldagi ikki qavat karavotning ustida yotadigan do'sti, "Adash, qo'pa" deb chaqirishga boshlabdi. U ovoz er desa er emas, ayol desa ayol emas. Bir xil buni o'ttirliqda qolgan inchika shundoq g'alati bir ovoz ekanda, bu qiz uyquchilikda endi yotoqda o'z yolg'iz ekanligini unutib qilib, uduldagi do'sti to'xtamay chaqiravergandikin, oxir bo'lmay javob qaytarib, "Ha, nima bo'ldi?" debdi. Keyindan hiliqi do'sti yana g'alati ovozda, "U buniga chiqib bera" debdi. To'rdishimiz pardasini qayirib udul qarab, shu o'rinda yotadigan do'stining yerim badanini pastga sangiltib turib, shunda g'alati bir holatda o'ziga tikilib qarab turganligini ko'ribmi, uyqusi ichilib bulanmay, "Ha, ma'qul" deb o'rnidan turib, to'shaklarni kiyib eshik tarafga bormoqchi bo'lib, eshikning ichidan iliqlik ekanligini ko'rib, o'sha turib qolibdi. U vaqtdagi qo'rqinish tuyg'usi xuddi badandagi qon bir xil to'xtab ketgandek, badanlar uyushib qolgandek, g'o'jida butun badandan muzdek chiqib, beshi pirda qiyib asta joyiga kelib, tom tarafga qarab yetib olib, tuvan ovozda, "Men chiqmay o'zing chiqavergin" deb qo'yibdi.
Bu vaqtdagi u qo'rqinishda bu qiz hattoki nafas ilishdimi avaylab, o'zining mavjudligini bilindirmaslik uchun middir-siddir qilmay yetib ketibdi. Orliqda azroq uxlab qolgandek his qilibdi. Keyindan yana uyg'onib ketib, bayotdan bo'lgan hiliqi qo'rqinchli ishlarni, hiliqi g'alati ovozni xiyol qilib, qo'rqab yotsa, eshik jaloqshib ichilib nur g'ullagan kichik bolalar varang-churang qilib kirib kelibdi. U vaqtdagi karvatlar iliq yotgan ko'plarni yig'ivatsa, to'qilma sim yeri qap qoldi-ku. U yotoqdagi qizlar endi ko'chib ketgan bo'lgandan keyin karvatga yotgan ko'plarni kirlikka yo'gab chigib, bir chetga qo'yib qo'yganka, iliq bolalar shu ustiga sekrab chiqib degan u yoqdan bu yoqqa yugurib, sakrashib, chiyqirishib, yotoqdan chong chiqirib yotibdi. Bu qizning ustidagi karvatda sekrab o'ynayotgan vaqtda bu qizmi tang midrab karvat bilan tang qo'shilib sekrab ketsimi, endi amal bor midirlamaslikqa tirishib, mening mavjudligimni bular bilib qolmasa bo'ladi deb o'ylab, nafaslarini shunchalik osti ilib, shundoq o'ylab yetib ketibdi. Xuddi bir ovozini chiqarmay yotsalar, ular bu qizning mavjudligini bilolmaydigandek. Endi u kichik vaqtlarda ashta o'ylab qolamiz-ku. Bu bolalar ishti yo'qab ketsa bo'ladi deb tillamoqchi bo'ldikan, lekin mushu tillarini degan o'zi chaynab, qat'iy bu og'zi gapga kelmay qoladigan. Shundoq qilib taxminan tong suzilgan vaqtlar bo'lganda bu bolalar shu varang-churang o'ynayotgan holdilam chipda yo'qab ketibdi. Hech qanday ovozim yo'q. Bu qiz ana shu vaqtda uxlay olibdi. Yana bir kuni bu qizning ustida yotadigan yotoqda ish qaytib kelibdi. Ustidagi u qizning karvatining pardasi bor ekan, lekin pardasining oyog'i karvatga to'liq tegmaydi. Ya'ni orliqda bir 10-20 santda orliq bor ekanda, ya'ni shu ustidagi qiz o'ltirgan holatda, pardalarni tushirayotgan holatdami, shu orliqdan pastda turgan odamning oyoqidan boshlab tizig'icha aniq ko'ra oladi. Bir kuni bu to'rdash tayyorligini qilib sirtqa mangsa, u do'sti "Nagmanding" debdi. Bu qiz men bozorga berib kelay deb chiqib ketibdi. Yotoqda qolgan qizning aytishicha, bu to'rdash chiqib ketib, uzoq o'tmayla yana qaytib kiribdi. Ya'ni bayotdan deganimdek, hiliqi orliqdan putini, tizini ko'gil bo'ldi dedim emasmi? Shu to'rdashning eshikni ochib qaytib kirib, o'zining o'rniga kelib o'ltag'anligini ko'rib qopdi ustidagi qiz. Şunun bilan, "Ey odaş, bozaq bormidingmi? Qaytib kiribsan-ku?" desa jimjit. "Ey gap qila, nim gap qilmaysan?" degan jimjit. Nim gap qilmaydiganda bu deb jiyli bo'lib pardasini ichib, beshini sangiltib pastga qarasa, hech kim yo'q. Bu ishlarni to'rdash bozordan qaytib kelgandan keyin deb beribdi. Yana bir qitim yotoqdagi qizlar to'liq qaytib kelib, bir kuni kechqurunligi uyqusi kelmay hammasi bir karvatga yig'ilib, parangshib o'tiribdi. O vaqtlar endi oy oxir bo'lib qolgan vaqtlarga qizlarning yendiki pullari tugab, endi qolib qolgan ozg'ina pullarga tayyorjoblarni yeb degandek kun o'tkazayotgan vaqtlarkanda bir qiz bu buyonda pul yo'q vaqtlarda meni ajab serg'ash kavab yegim kelib ketdi deb gapni boshlabdi. Keyindan boshqa qizlarmi mening palon tomoqni yegim kelib ketdi, puston narsani yegim kelib ketdi deyishyapsa, bir qiz mening ajab nonga o'ralgan jabörak, uchay kavab degandek narsalarni yegim kelib ketdi deyishigilam. Qizlarning hammasi degdek bes-besda minangmo deyishyapsa, qizlarning ovozlari orasida tuyuqsiz bir erkishning ovozi chiqib, minangmo debdi-da. Buni anglagan qizlar chir-char chiyqirishib, inkas tezroqlari hattoki taloq qechib ketib ulguribdi. Yana bir qitim bir qiz yerim kechida o'birniga chiqib ketib, yotoqdagi boshqa qizlarga qog'ozga chiqib bersanglar, men qog'ozni unutib qopdim deb telefon qilib olsa, yondagi o'rinning ostidan bir qo'l qog'oz sunib beribdi. Rahmatda deb apli ishiltib, yondagi o'rinda kim bordi deb o'ylab, eshikni ichib qarasa hech kim yo'q. Bu bechora qizmi degandan qo'rqib chiyqirab inib kiribdi. Demak, endi butun tashu hayotida bu to'rdash va yotoqdagi hamma qizlardagidek ajoyib qo'rqinchli kechirishlarni boshdan kechirib chiqibdi. Bu ishlar bek uzun bo'lib ketgachga o'zining esida borlarini so'zlab qoldirib qo'yibdi. Nima demgan bilan garchi shunday qo'rqinchli ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, lekin dashu hayotda yoshlik chog'lar haqiqatan bek go'zal vaqtlarmi. Hikoyamiz oyoqlashdi. Yana o'xshashlarni guanjo qilmaganlar guanjo qilib, yurakni besib yetib, do'stonlarga avatib qo'yishni unutqanmanlarmi? Atigi hikoyada ko'rishaylik.